insonni tark etmaydi. Endi mana hozirgi paytda mana ustozlar o'tirishibdi, institutlarda bir ajoyib fan o'tiladi. Etika, estetika degan fanlar o'tiradi. Qarang, institutning estetika o'qituvchisi 1-soatda estetikadan talabalarga dars o'tyapti turganmish. Darsni qarang. Hurmatli studentlar, estetika shunday fanki, u odamlar o'rtasidagi o'zaro muomalani, odob axloqni va go'zallikni o'rgatadi. Estetikani yaxshi bilgan odam hech qachon birovga qo'pol so'zlamaydi. Mana oddiy misol, siz ko'chada ketyapsiz, sizning oldingizda bir chiroyli qiz ketyapti. Haligi qizning ko'yligini orqa tomoniga ip yopishib qolgan. Shu paytda haligi qizga ko'yligini orqa tomoniga ip yopishib qolganligini qanday qilib bildirish kerak? Desaning bitta talaba o'rnidan turib, domla, ana shunaqa paytda qizga qarab, "Opa, qiz, yelkangizga ip yopishib qolib" deyish kerak. Desa domla aytibdiki, unaqa demaslik kerak. Qiz bolaning ko'ngli nozik bo'ladi. Oldin soddaroq qilib aytish kerak. Aytish kerakki, "Yaxshi qiz, yelkangizga ip yopishib qopti" desangiz, qiz qo'li bilan yelkasini ushlaydi. Mana bu yerdami deydi. Siz ozgina pastroqda deysiz. Mana bu yerdami deydi. Siz yana ham pastroqda deysiz. Mana bu yerdami deydi. Siz yana ham pastroqda desangiz, qizda aqli bo'lsa o'zi topaveradi. Desaning, arqa qatorda bir shumroq talaba o'tirgan ekan, haligi talaba o'rnidan turib, "Domla, kechirasiz, tomog'ingiz tegdi, tuymani qadamabsiz" deyarmish. Desaning, domla ham xijolat bo'lib, "Mana bu yerdami? Sayo ozgina pastroqda" deb. "Mana bu yerdami? Sayo yana ham pastroqda" deb. "Mana bu yerdami? Sayo yana ham pastroqda aqlingiz bo'lsa, o'zingiz topib olasiz" degan ekan.